To'y va marosimlarda maromiylik madaniyatini keng targ'ib etish. Qarshi shahar hokimligida o'tkazilgan yig'ilish shu mavzuga bag'ishlandi. Davra suhbati shaklidagi majlisda hududdagi korxona va muassasalar rahbarlari, mahalla yettiligi ishtirok etdi. Bu tadbir bunga xizmat qilishligi o'zi ham aynan bir savol. Bunga xizmat qilgan, tili bilan xizmat qilgan, qadam bilan bosib turib borib xizmat qilgan, uni topib turib shuni oldini olgan kishi o'zi savol. Chunki u bir gunohga, bir isrofni to'xtatishligiga qadam bosish hisoblanadi. Shuning uchun albatta barchamiz bir bo'lib turib buning uchun xizmat qilsak, go'zal amalni qilgan bo'lamiz. Maromiylik loyihasi asosan davlatimiz rahbari tomonidan bizga o'sha to'y marosimlarini, tadbirlarni me'yorida o'tkazish haqida takliflari bildirilgan edi. Yig'ilishlarda aytib o'tilgandan keyin alohida buncha topshiriq berildi. 7lik asosida, ya'ni Xotin-qizlar qo'mitasi boshchiligida guruhlar tashkil etilib, maromiylik komissiyasi tashkil etildi. Va bu maromiylikda asosan o'sha to'y hashamlarimizni ixchamlashtirish, chaqaloq keldi tadbirlarimiz, chorlov tadbirlari, kelin salom tadbirlarini ixchamlashtirish borasida bo'ldi. Bu har bittasi o'sha aholimizni farovonligi uchun, aholimiz yashash sharoitini yaxshilash maqsadida qilingan loyiha hisoblanadi. Biz mahalla yettiligi ham ishtiroki ta'minlandi. Bularning barchasi endi maromiylikni tartibga soladigan ishchi guruh mahallalarda vakillar hisoblanadi. Bular orqali o'sha tadbirlarni olib borish ixchamlashtiriladi. To'y inson hayotidagi unutilmas sana, biroq bu isrofgarchilikka, dabdababozlikka yo'l qo'yish degani emas. Mas'ullar bu boradagi fikr mulohazalarini bildirishdi. Meni mahallamda 1748 ta xotin-qizlar bo'lib, bularning aksariyat qismini biz Qarshi shahrida tashkil etilgan tikuvchilik kompaniyasiga ishga olib, asosiy 35 ta xotin-qizlarimni joylashtirdim. Va bundan tashqari yana 22 ta xotin-qizlarimni mana markazga kasbga yo'naltirish bo'yicha tikuvchilik, pazandachilik, ayollar sartaroshi bo'yicha kasbga yo'naltirdim. Xayrli tadbirda qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Dolzarb mavzuni mahallamdagi xotin-qizlarga yetkazaman va har bir to'ylardagi sarf xarajatlarni bugungi kunda ortiqchaligini tushuntiraman. Bu bugungi kundagi mening eng asosiy olib borayotgan ishlarimning xayrlisi deb bilaman. Yuzma-yuz uchrashuvda erta nikoh, oilaviy ajrimlarning oldini olish, ayollarni ish bilan ta'minlash masalalari ham muhokama qilindi. Xotin-qizlar faollariga tegishli topshiriqlar berildi va rejalar belgilab olindi.